Cobalt bilan Gentrachi akalarimizga ikkita variant bor, ikkita mashina bitta videoda. Sizlar qaysi birini tanlab qilgan bo'lardinglar? Akalar, yangi Cobalt 2025-yil bes probeg $13.200 narxi mashinamiz sotuvda. Egalarning nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bu mashina to'g'risida ko'p gapirib o'tirish shart emas. Hozir ko'rsatadigan mashinamiz Chevrolet Gentra. Akalar, bitta luki yo'q. 2023-yil mashinaga polniy qarab qo'yilgan, probegi bor yo'g'i 8600 km. Xo'p, 4 ta yaxshi yumshoq balonlari bor, mejikal pultlari bor. Hozir men sizlarga salonlarni bitta ko'rsataman. Akalar, mashina yangi holatda bo'lib turibdi. Probegi 8600 km, laminatsiyalar qilib qo'yilgan. Bu yoqda yaxshi rullar qo'yib qo'yilgan, sidin abagreiflari bor. Bu yoqda chexollar taqib qo'yilgan, Captiva bakoyli qo'yib qo'yilgan. Bitta antiradarni necha olaman dedilar. Bu yoqda Pioneer Mightfollari bor. Hozir men sizlarga bitta probegini ko'rsataman, 8600 km. Xo'p, salonimizning orqalari yengidek holatda bo'lib turibdi, ko'rishingiz mumkin. 2023-yil oxirgi chiqqan Gentra 8600 km yurgan. Bezluk varianti. Sizlar qaysi birini olgan bo'lardinglar? Akalar, kommentariyaga yozib ketinglar. Cobaltimizning narxi $13.200, Gentramizning narxi $13.600. Egalarning nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.